alaykum. Aziz hamyurtlar, YouTube ishbozlari va Abdulaziz usta kuzatuvchilari. Yana bitta dorvozamiz, xudo xolasa Ramazon oyida bo'lsa ham bitkizdik. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Samarqand fason, shedevr fason ko'rishlaringiz mumkin. Ajoyib deraza chiqqan. Xudo xolasa bu Jizzaxga edi. Xudo xolasa ertagadan klassga chiqaramiz. Bitgan holatda qanotlarimiz tayyor bo'ldi. Ko'rishlaringiz mumkin. Ajoyib bino qilib, skromniy vasanga o'xshatib, chiroyli qilib bitkizib qo'ydik, xudo xolasa. Mana bu yerlarda gullari bo'ladi, to'rtta. Bu yoqda ham gullari bo'ladi, mana arkalarimiz ham gullari bo'ladi, bu yoqda ham gullari bo'ladi. O'rtada dumaloqimizda ham gullari bo'ladi. Xudo xolasa kimga bunday xizmatlar kerak bo'lsa, murojaat qilishlaringiz mumkin. Chiroyli va sifatli qilib yasab beramiz, xudo xolasa.